Uzdal HTML dersidagi 24-qism HTML'dagi subyektiv ifodalar. Darslikning asosiy mazmuni HTML'dagi subyektiv ifodalar haqida qisqacha tushuncha. HTML'dagi bir qism ifodalar maxsus ishlatish uchun oldin saqlab qo'yilgan bo'ldi. Masalan, HTMLda o'tir tirnoq belgisidagi ma'lum cho'ng va kichik degan ikki belgini ishlatishga bo'lmaydi, chunki bu xat kuchlariga ishlatildi. Tor ko'rgich muni torbat xat kuchi deb tanıydı. Shunga mushuning o'xshash belgilarni normal ko'rsatish uchun subyektiv ifoda, ya'ni inglizcha character entities ni qo'llanamiz. Eskartish. Subyektiv ifoda ifodalash shakli jihatda asli tutish qulaylik, lekin har qanday tor ko'rgichning barliq ifodalarini normal ko'rsatilishi notayin. Biz bu amli misol qaraydigan bo'lsak, masalan bu yerda bir subyektiv ifodaningki qiymat berish shakli ikki xil bo'ladi. Birisi ma'qulatda buningga subyektiv ifodaning nomi bilan buning oldi bu va degan belgi bilan boshlandi, oxiri cheklik pesh bilan oxirlashadi va yoki bu rad nomeri orqali o'ttirgan. Buningki oldi va belgisi, quduq belgisi, anonki rad nomeri, oxirgi cheklik pesh. Ma'qul ikki xil holatda ifodalashga bo'ladi. Anondaki ikkinchi mazmun uzluksiz bo'shliq, non-breaking space. HTMLda eng ko'p ishlatilgan subyektiv ifoda dal uzluksiz bo'shliq ifodasi. Bu ya'ni shu biz odatda ishlatgan bo'shliq ifodasi shu. Biz odatda bu knopka taqsidagi bo'shliq knopkasi orqali bevosita bo'shliq kirgizganda torbatningki bu xat kuchlarining mazmun qismiga 10 dona bo'shliq kirgizsakmi faqat 1 nol tonuydi. Masalan bu A degan xat kuchga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal mashta bo'shliq kirgizib, lekin bu tor ko'rgich ochilgan vaqtda faqat bir talla bo'shliq ko'rindi bu yerda. Ananki xat to'p qolsa A, B deb o'ttirdimi faqat tor ko'rgich ko'ringanda bir tal bo'shliq ko'rindi. Mayli qanchalik bo'shliq qo'yishimizni qat'iy nazar. Shunga biz agar buni ikkisining oraliqini mesela ijro qilmoqchi bo'lsak qanday qilamiz deganda dal uzluksiz bo'shliq subyektiv ifodasi, masalan buning oraliqini 5 tal bo'shliq chiqarmoqchi bo'lsak, belgidan 5 ni qo'ysak, A bilan B ning oraliqida 5 tal bo'shliq chiqadi. Uchinchi mazmun ko'p ishlatilgan subyektiv ifodalar. Subyektiv ifodalar harflarning cho'ng kichik yozilishi qarta alohida sezgur ma'noga diqqat qilish kerak. Ko'p ishlatilgan subyektiv ifodalarda masalan kichik belgisi, cho'ng belgisi va qo'sh tirnoq, yalang tirnoq diqqat qilish tegishli mayada oyida qo'llamaydi yalang tirnoqni deb. Men eskartish berib qo'ydik. Ondan keyin pung belgisi, fond sterling belgisi, Yaponiya yenining belgisi, yevro belgisi, ondan keyin paragraf belgisi, nashr huquqi belgisi, yangilangan tovar markasi, ko'paytirish belgisi, bo'lish belgisi. Bularning hammasi shu subyektiv ifoda hisoblanadi. Buningki element nomlarining ifodalanishi ma'qul holatda, buningki rad nomeri orqali ifodalanish shakli ma'qul holatda bo'ldi. Biz buni yodqa bilib olsak ham yaxshi, ishlatish qulaylik. Agar yodqa bilmasakmi, ko'p ishlatilganlardan bir qanchalarni yodqa bilib olib, qolganini jadvaldan tekshirib ishlasak bo'ldi.